Assalomu alaykum aziz insonlar. Qizamiq kasalligi yuqumli virusli kasallik. Bu kasallikni yuqtirib olgan insonni dastlab yuz terilariga toshmalar va yaralar toshadi. Keyinchalik esa butun jismida mavjud bo'lgan teri qismiga yara va toshmalar toshadi. Insonni ko'nglini aynitadi, qayt qildiradi, tana harorati ko'tarinadi va insonni o'pkasi yallig'lanadi va o'pka kasalliklari paydo bo'ladi. Va bu kasallik rivojlanib kuchayganligi sababli miya yallig'lanadi va miya kasalliklari paydo bo'ladi. Insonni xotirasi zaiflashadi va xotirasini yo'qotadi. Miyasi karaxt holatga kelib qoladi va koma holatga tushib qoladi va qisqa umr kechirib halok bo'ladi. Bu kasallikni oldini olish uchun va davolash uchun insonlar ta'mi va mazasi shirin bo'lgan va yog'li bo'lgan va achchiq bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ozroq miqdorda iste'mol qilishlari kerak. Ta'mi va mazasi sho'r bo'lgan va taxir va nordon bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini esa oz-ozdan tezda iste'mol qilish kerak. Misol uchun ertalabda sho'r ta'mi sho'r bo'lgan yoki tuz mahsulotini ozroq miqdorda iste'mol qilsa, kechki paytda esa taxir va nordon bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini va meva sabzavotlarini ozroq miqdorda iste'mol qilish kerak. Shirin ta'mli va yog'li, achchiq ta'mli oziq-ovqat mahsulotlarini esa iloji boricha juda oz miqdorda iste'mol qilish kerak. Bu kasallikni oldini olish uchun va qizamiq kasalligini davolash uchun kunda bir mahal sho'r suvda qizamiq kasalligini yuqtirib olgan insonlar sho'r suvda cho'milishlari kerak. Cho'milib bo'lgandan so'ng 10 daqiqa turish kerak, artinmasdan, yuvinmasdan. Keyin esa 10 daqiqadan keyin toza suvda yuvinib, artinib, kiyinib ketsa bo'laveradi. Xudo xohlasa, mana shu aytganlarim sabab bo'lib, Alloh mana shu qizamiq kasalligiga shifo beradi. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.